Bu yerda hozir talabalar men yurakni qon bilan ta'minlashni tushuntiraman bu yerda. Bu chunki bu mavzuni o'zi ko'tarolmadik yoki yaxshi tushunmaganlar bor. Shuning uchun juda ham muhim mavzulardan bittasi bilishimiz kerak bo'lgan. Yurak qon bilan ta'minlanishi arteriya koronariya, ya'ni toshsimon arteriya bilan ta'minlanadi. Bunda nimaga toshsimon deyishini hozir bitta tushunib olsak, bu joyda nimaga toshsimon deyishi, toj bilamiz, boshga shoxlari toji bo'ladi. Shuning uchun toshsimon. Nimaga? Masalan, mana buni bosh deydigan bo'lsak, ko'rinib turibdi bizda tojga o'xshab, ya'ni boshga mingan tojdek. Shuning uchun toshsimon degan, ya'ni bu mana arteriya sulcus coronaris degan joy bordi, o'sha yerdan o'tadi aylanib, ya'ni bo'lmacha bilan qorinchani birlashgan joy. O'sha joydan yurganligi uchun, joylashgani uchun shunaqa tojsimon, pastga qarab ketgani uchun tojsimon deb ataladi. Bizda ikkita qon tomir yurakni qon bilan ta'minlaydi, ya'ni chap va o'ng koronar arteriyalar. Arteria coronari dextra, arteria coronari sinistra. Ya'ni mana bu ko'rsatilgan bizda. Bu qayerdan chiqadi? Biz mana bu klapanlar o'tdik. Bu joyda mana yarim oysimon klapan bor, ikkita ko'rib turibmiz. Bular 3 tabaqali, mana 2 tabaqali. Shunda mana bu yarim oysimonda mana bu aortaga chiqadigan aortani klapan bor. O'sha joydan aortani klapanida boshlanishidan bizda o'ng va chap koronar arteriyalar chiqib boshlaydi. Ya'ni rasmda ko'rsatilgandek, mana bunisi o'ng, bunisi chap. O'ng va chap. Tushundingmi? Endi bizda o'ng koronar arteriya haqida hozir gaplashamiz. O'ng koronar arteriya mana bu rasmda ko'rsatilgandek mana bu tarafda nima qiladi? O'ng bo'lmacha, o'ng qorincha, o'ng tarafda joylashgan muhim joylarga borib qon bilan ta'minlash kerak. Xuddi shunaqa qiladi bu. Bizda o'ng tarafimizda birinchi ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda sinatral tugun bo'ladi. Ya'ni yurak avtonomiyasini o'tganimizda, ya'ni yurakni o'zi boshqaradigan, qancha qisqarishini ta'minlaydigan avtonom sistema bor. Ya'ni nerv sistemadan iborat bo'ladi. O'shani eng muhim joyi, eng katta impuls chiqaradigan joyiga, tugunga qon borib, o'sha joyda qon bilan ta'minlaydi. Bu 3 dan 2 holatda aytib berishimiz kerak. Ya'ni 3 dan 2 holatda o'sha sinatral tugunda o'ng tarafdagi koronar arteriya qon bilan ta'minlaydi. Endi keyingisi mana ramus coronari arteriosi, ya'ni mana bu joyda u nima qiladi? U qorinchaning chiqish joyini, qorinchaning boshlanish joyini yana qon bilan ta'minlaydi. Keyingisi bitta chiqdi. Bu qorinchani qon bilan ta'minlaydigan shox. Ramus ventriculus dextra desak, mana shu joyda. Shu joydan bu yerda ko'rsatilmagan AV tugunda, anteroventrikulyar tugunda qon bilan ta'minlaydigan shox ham bo'lishi kerak. Bu yerda, bu rasmda bizda u narsani chap tarafdan chiqqan ko'rsatib qo'ygan. Mana bu joy. Anteroventricular branch. Bu demoqchi, bunda ko'p hollarda, masalan, agar qaysi dominantlik qaysi biriga bo'lsa, o'sha tarafdan o'tamiz hozir. Bir xil holatlarda AV tugun, anteroventrikulyar tugun bor, o'sha chap tarafdan, bir holatda o'ng holatda bo'lishi mumkin. Uni
dominantligiga qarab aniqlanadi. O'shanga hozir bu yerda chap tarafdan chiqqan, haligi o'ng tarafdan chiqishi mumkin. Keyin mana bu Ramus atrialis dextra, ya'ni o'ng bo'lmachaga chiqadigan shox. Keyin mana bu davom etadigan bo'lsak, Ramus marginalis dextra, ya'ni o'ng qorinchani chap va old sohalarini qon bilan ta'minlaydigan shox. Keyingisi muhim shoxlardan bittasi orqangi Ramus interventricularis posterior. Bu Ramus interventricularis posterior bu orqangi interventrikulyar to'siqni qon bilan ta'minlaydi va undan tashqari giz tutamlari, e'tibor beramiz, chap qorinchaning pastki sohasini ham qon bilan ta'minlaydi. Ta'minlash mumkin. Ya'ni hozirgi holatda buni tushungan. Endi buni 3D formatda hozir bir ko'rib chiqamiz. Bu yerda ko'k bu vena, qizil bu arteriya. Ko'ryapmiz. Bu yerda hamma shoxlar ko'rsatilmagan, lekin qanaqa qilib shox bilan ta'minlashni ko'rdik. Yurakda past tarafini orqangi, masalan, interventrikulyar shoxi ta'minlayapti bu holatda. Mana ko'rib turganimizdek, xuddi shunaqa ketadi o'ng tarafda. Endi bizda chap tarafimizda koronar arteriya, arteriya koronaria sinistra haqida gapiramiz. Arteriya koronaria sinistra bo'ladigan bo'lsak, bu bizda ko'rdingiz, bu o'ng tarafida, bu chap taraf. Chap tarafdan bo'ladigan bo'lsak, bu ikkita katta shoxga bo'lib olamiz. Chap taraf. Mana bu Ramus interventricularis anterior, mana bunisi bo'lsa, Ramus circumflexiyaga bo'lib olamiz. Ya'ni ikkita katta tarmoqqa. O'sha katta tarmoqdan yana shoxchalar chiqadi. Buni ko'rdik. Ya'ni Ramus circumflexiya bu qorinchaning chap tarafini, bu chap bo'lmachani va orqa tarafga qarab ketyapti, ko'rib turibmiz. O'rab olyapti. Shuning uchun o'rab oluvchi arteriya ham deyiladi. Mana bunisi oldinga qarab tushib ketyapti. Bunisi orqa tarafda, chap tarafda qiladigan bo'lsak, bunisi oldinga qarab tushib ketyapti. Mana bu rasmda ham ko'rsatgan, ko'rdik. Mana chap koronar arteriya, bundan albatta ko'rdik. Ramus circumflexus, bu old tarafga tushadigani Ramus interventricularis anterior. O'z navbatida bu ikkita shoxdan ham bizda tarmoqlar chiqib boshlaydi. Ya'ni mana oldingisini ko'ramiz hozir. Ya'ni oldingi tarmoqni ko'rib chiqamiz. Mana shu birinchi bitta shoxini. Bitta shoxda Ramus conent arteriosi, ya'ni chap qorinchaning ustki boshlang'ich qismini qon bilan ta'minlaydigan shoxcha mana bu yerda ko'rinib turibdi. Keyingi shoximiz Ramus lateralis. Ya bo'lmasam diagonal, Ramus diagonalis ham deyiladi. Ya'ni diagonal shoxi. Bu chap qorinchaning old yon tomonlarini qon bilan ta'minlaydi. Keyingisi Ramus septalis interventricularis. Ya'ni mana bu yerda ko'rsatilgan. Ya'ni bu qorinchalararo to'siqni qon bilan ta'minlaydi, ya'ni 2dan 3 qismini
orqadan bordi. Xuddi shunaqa bizdagi rams buni orqa tarafdan ham bordi. Ko'rib turibmiz. Mana orqa tarafdagi qon bilan ta'minlashi u 3dan 1 qismi bo'lsa, oldi tarafdagi qon tomir o'sha devorni to'siqni 3dan 2 qismini va giz tutamlariga qon bilan ta'minlaydi. Bu chap koronar arteriyaning bitta shoxi. Endi ikkinchi shoxi mana bu ramus circumflexus. Ramus circumflexus mana bu yerda ko'rsatilgandek orqa tarafga qarab ketyapti. Ko'ryapmiz. Orqa tarafga qarab shox bo'lyapti. Ikkita shox bo'lyapti. Orqaga va yon tarafga qarab ketyapti. Xuddi shunaqa ramus marginalis asosiy shoxlarini ko'rib chiqamiz. Ramus posterior ventricular sinister. Ramus marginalis mana bu ko'rib turibmiz. Ramus marginalis o'sha circumflex o'rg'ovchi arteriyadan ikkita shox chiqyapti. Mana bu bilan bu ko'ryapmiz. Ya'ni left marginalis ramus marginalis sinister bu chap qorinchani yon devorlarini qon bilan ta'minlasa, orqa tarafdagi ramus posterior ventricular sinister bu chap qorinchani orqa devorini qon bilan ta'minlaydi. Mana bu rasmda ko'rib turibmiz, o'zi qayerdan shoxlanyapti. Endi shuni 3D formatda yana bir ko'rib chiqamiz. Ya'ni boyaga aytganimizdek ko'ryapmiz. Aortadan chiqdi, chapga ikkita katta shoxga ajralyapti. Ikkita katta shoxdan ko'rib turibmiz. Mana bu bittasi bo'lsa, mana bitta ko'ryapmiz. O'sha. Mana bu ramus interventricularis anterior. Bunisi ramus interventricularis anterior bo'lsa, mana bumuz ramus circumflexus. Ikkita katta shoxga eslab qolamiz. Keyin mana ramus circumflexusdan bizda ramus marginalis sinister ajralyapti mana bu yerda. Orqadan mana bu ramus marginalis bo'lsa, orqa tarafda bo'lyapti. Bizda posterior shox, ya'ni orqa shox. Undan bizda bo'ladi, nima qiladi? Orqa chap bo'lmachani, chap qorinchani ta'minlashda qon tomirlar ajraladi. Bu shoxda mana bu oldingi interventrikulyar arteriyadan shoxidan bizda bo'ladi diagonal arteriya yoki lateral arteriya bo'ladi, interventrikulyar arteriya bo'ladi. Xullas ko'rinishda ko'rib olgan bo'lsak, ko'rib olishimiz mumkin bundan. Xo'sh, buni biz bilishimiz kerak edi. Bu arteriyasi. Endi bitta narsani o'tirishimiz kerak. Bizda dominantlik degan narsa bor. Ya'ni u nima degani? Dominantlik degani bizda qaysi chap yoki o'ng qon tomir qaysi biri bizda asosiy qon tomiri hisoblanadi degan ma'noda. Bu yerda ko'rdimiz chap va o'ng dominantlik. Chap dominant. Bu qanaqa qilib aniqlanadi? Asosan o'ng dominantlik bizda 75% holatlarda o'ng koronar arteriyadan olinib, o'ng koronar arteriya 75% dominant holatda bo'ladi. 25% holatlarda, ya'ni 110 ta odam bo'lsa, 7 tasi mana bu 75% bu yerda, mana 100 ta odam bo'lsa, 75 tasida o'ng koronar arteriya asosiy kuchda, 25 ta odamda, qolgan 25 ta odamda bu
chap tarafdagi koronar arteriya asosiy o'rinda rolda bo'ladi. U qanaqa aniqlanadi? Mana bu orqangi ramus interventricularis posterior ko'ryapmiz. O'sha shoxi agar o'ng koronar arteriyadan olinsa, o'ng dominantlik. Agar mana shu shox chap koronar arteriyadan tarmoqli olinadigan bo'lsa, qonni olsa, bu o'ng koronar chap dominantlik deyiladi. Bu rasmda ham ko'rsatadigan bo'lsak, qaraymiz. Ya'ni 67-75% holatlarda bu o'ng tarafda o'ng dominantlik. 8-15 holatlarda chap dominantlik. Ikkalasi ham birgalikda dominantlik oladiganlari bor. Mana orqangi interventrikulyar arteriya. Arteriya interventricularis posterior. Arteriya interventricularis posteriorda ikkita chap ham, o'ng ham koronar arteriyalar ham qon bilan ta'minlaydi. Endi bu yerda klinik ahamiyatlarini biz bir ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizda bilamiz infarkt miokard degan narsa yoki bradikardiya degan narsa, ya'ni yurak urishining sekinlashishi. Mana bu holatda ko'rsak, common location of infarction debdi. Eng ko'p infarkt miokard sodir bo'ladigan joy mana shu joyda. Ya'ni bu qaysi arteriyaniki? Arteriya interventricularis anterior dagi shoxda. Bu keyingisi mana bu arteriya interventricularis ramus interventricularis anteriorda biron shox mana shu joyda bo'lsa, ya'ni bu interventrikulyar to'siqni qon bilan ta'minlaydigan qon tomir. Keyingi holatlarda ko'ramiz diagonal arteriya yoki lateral arteriya. Bu ham arteriya interventrikulyar anteriordan shoxlanadi. Uchinchi oxirgi ko'p holatda buni duch keladiganimiz bu orqa devori, ya'ni yurakda orqa devoridagi infarkt miokard kuzatish mumkin. Bunda tromb borib mana shu, ya'ni ramus interventrikulyar posteriorga bo'lsam, arteriya interventrikulyar posteriorda qon bilan o'sha joyga tiqilib, o'sha arteriyani tiqilsa, orqa devori zararlanishi mumkin ko'rib turibmiz. Eng ko'p hollarda bo'lishi mumkin bo'lgan infarkt miokardlarda bu.